Assalomu alaykum. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillar. Kim sog'indi buni qaranglar. Sumalak. Akalar, kim sog'indi mana shuni? Chesnakni olib, non ustiga tuz yog'da endi uyga kirib chiqishim kerak-da. Shuni qo'shini oldimda. Sinoq yeb, sog'in tushkunlarda akalar. Buni yegandan keyin kechqurun Svidankaga borish kerak-da. Akalar, kimni esda? Tandadan chiqqan issiq nonni suviga botirib keldi-da. Etalon olamiz. Etalon bormi? Ha aka, qaynona qovardimi? Qaynonam qaynotamni boshini edi. Tamom bo'ldi ya. Metalon olamiz, metalon. Hozir metalon. Ovqat bermaysizmi? Piyoda, Ha. bitta savol bor edi senga. Ha. Shu ko'pdan beri shu savolni o'ylayman-da. Ha. O'zi sen meni qizimga uylanganmisan yoki uni mashinasiganmi? Bilganimda o'sha payt. Nimani bilganing? Qizingizni mashinani kreditga olgani bilganimda uylamagan bo'lardi. Akalar, kimni esda bor? Mana bu mahalla qishloq sharabara keldi, sharabara. Butilka olamiz. Nimadir olamiz derdi, eshagara yurardi. Keyin biz ham shisha olib chiqib, 3 tak olardik, esimda bor-da. Nima olardik aka yana? Dada. Dada. Ha. Turing, bir gapim bor. Pulim yo'q, bolam, pulim yo'q. Menga pulingiz kerak emas. Turing, gapim bor. Ha, gapir. Oysini ko'rmay qizini olsa nima bo'ladi? Qizini olganingdan keyin bor-ku bolam. Oyisini ko'rasan. Sizga o'xshammi? Aka, bu televizorga chiqadimi? Chiqadi. Nima bo'lish kerak? Qaynota, sizdan olgan qarzimni bermayman. Uyimga kelmang, qarz so'ramang. Aka, shuni televizorga chiqaring, rahmat. Qanaqa bo'ladi endi? Zo'r bo'ladi. Bo'lmasa qizini olib ketsin. Bo'ldi.